Hurmatli O'zbekistonliklar, Mirziyevni yaxshi ko'radiganlar, mana buni bir ko'rib qo'yinglar. O'zbekiston joriy yilda eng ko'p Qirg'izistonga sayohat qildi deyapti. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2025-yil yanvar-noyabr oylarida qariyb 7 million nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda chet elga safar qildi deyapti. Qanaqasi ham turistik bo'lib qoladi. Mana biz Qirg'izistonga kelgan o'zbekistonliklar hammasi shu yerda madhiyakashlik qilishadi. Ayollar ham o'tishadi. Ayniqsa mana bu ekinlar yig'ishtiradigan mahalda. Nimaga unaqa bo'lyapti desang, bu tovuq boqar shu o'zbeklarni faqat azoblashdan bola narsani qilmaydi. Ko'rdinglar, o'shada hali skuter olib tirikchilik qilayotganlarni prava yo'llar chiqmasdi, ular to'xtatib qo'ydi. Bir 20-30 mingdan ortiq odam, ehtimol 50 ming odam bo'lsa kerak skuter bilan tirikchilik qilayotgan. Hammasi tirikchisiz qoldi. Ular yana keyin nima qildi? Chet elga ishga ketamiz deyishdi. Mana ketishyapti sayohatchi deb. Men o'sha nimada yurganman chet elda, bilasizlar. 4 yildan beri yuribman. O'sha yerda eng ko'pi o'zbeklar yuradi. Qaysi davlatda bo'lsa. Mana Turkiyani atrofi juda dam oladigan dengiz yaqin joy, o'shaga o'zbeklar emas, boshqalar ham keladi. Ko'pincha shu dengizning chekkasida ishlab qolamiz. O'shada birorta dam olayotgan o'zbek yo'q. Faqat o'sha ishga borgan o'zbeklar. Sizlar mana shu nimani rosa maqtab turasizlar. Mana bu xudo urgan tovuq boqardi. Bu O'zbekistonda o'zbekni judayla butun dunyoga xorlab yuboryapti. Bu qachon bu yo'q bo'ladi, shu O'zbekiston o'g'linadi. Bo'lmasa bu iflos o'zbeklarni lo'llarga o'xshab butun dunyoga tarqatib boradi. Sababi mana bu Xitoyga beryapti yerlarni, konlarni beryapti, ish joylarini o'shalarga beryapti. Shu tufayli nima bo'lyapti? O'zbeklarda ish yo'q. Ketyapti. Mana yoqda bu musulmon o'zbeklardan emas, musulmonning eng katta dushmani shu Mirziyev bo'ladi. G'azoda ko'ryapsizlar, 100 ming g'azolik mana musulmonni yahudlar qatl qildi. Shular bilan eng yaqin do'st, elchixonasi ham bor. Xitoydachi 3 millionga yaqin musulmon o'sha nimani turmasida yotibdi mana bu Xitoyda. O'shalar bilanchi og'iz burun o'pishib ketadi. Borganda o'zi qolib xotinini ham yetalab oladi. Borib, ashada bo'lsa ham Putin yana bir marta o'ptirib olay deb. Bu iflos bu O'zbekistonni butunlay xor qiladi. Ko'zinglarni ochinglar. Agar shu ketishda ketadigan bo'lsa, yaqin o'rtada mana bu Xitoyliklar shunday ko'p kirib keladiki, O'zbekka joy qolmaydi. Haligi siganlar bo'ladi, yurt kezib yurishadigan. O'zbeklar ashlarga aylanib qolish xavfimiz bor. Bu Xitoyda atayi olib kiryapti nimaga? Bu O'zbekistonga. Sababi bu kofirlar eplab musulmonlarni yo'q qilmoqchi. Musulmonlarni dindan chiqarmoqchi. Shuni mana qarasa Xitoyliklar juda mana nimalarda Uyg'urlarni dindan chiqarib yubordi. Hozir shu 3 millionta asl musulmon qolgan ekan, uni qamab qo'ydi. Qolganlarning juda ko'pi dindan chiqib ketgan. Yosh bolalarni necha yildan beri olib borib o'zi alohida detdomlarda tarbiyalab, ularni kofir qilib chiqaryapti. Shuning uchun nima qilishdi? Qarasaki, Xitoy bu O'zbekistonni ham chiqarishga qo'ldan keladi shekilli deb mana O'zbekistonga, Qirg'izistonga Xitoylarni chiqarishdi. Buni uchun ko'p tayyorgarlik ko'rishdi. Nima qilishdi desang, boshqa yerdan keyin investorlarni hammasini bankrot qilib chiqardi. Qirg'iziston ham, O'zbekiston ham. Shundan keyin mana endi Xitoyliklar keldi devdi, mana o'zi shuning uchun boshqa investorlarni kirgizmaganda. Hozir Isroilda investorlar kiryapti. Xitoyda investorlar kelyapti. Mana bu nimachi? Yahudlarni ham qarang, shunday olib kirayotganini qarang.
Endi yahudlarni shu urush bo'lib uylari buzilib ketgan ekan, o'shaga mana da O'zbekistondan quruvchi brigadalar tuzib jo'natyapti. Ularni boshqa mamlakatlar nimaga kirgizmay qo'ydi o'zini yurtiga turist bo'lib kelganiga. Shuning uchun mana shu Tovuqboqar Xudo urgan Samarqandga tramvay reys ochib berdi. O'shada kelganlarni mehmon qilib kutib olyapti. Ayog'ini ostiga poyandoz solyapti. O'shalarda ibodatxonasi, sinagogani nima? O'sha shuni qurib beryapti. O'shaga maqsad nima desa, maqsad shu musulmon o'zbeklarni bu yerdan yo'q qilish. Ko'zinglarni ochinglar. Bo'lmasa o'ylab ko'ringlarchi. Shunchalik musulmonlarni qirgan yahudga hamma narsani yetkazib beryapti. Hali mis yetmay qo'ygan ekan, mana bu Turkiya bermay qo'ygan ekan. Shuni ham Tovuqboqar yetkazib beryapti. Undan patronga gilza qiladi, snaradga gilza qiladi. Ko'rdinglarmi? O'zbekistonda qaysi qatl qilingan 100 mingta musulmonni nima o'limiga sabab bo'lganlarning bittasi shu Mirziyoyev ham bo'ladi. Uni ham qo'li qon, Yahudni ham qo'li qon. U qiyomatda Yahud bilan birga tiriladi. Uni do'sti Xitoy bilan birga tiriladi. O'shalar bilan abadiy do'zaxga ketadi. Jahannamga ketadi. Shuning uchun kimni yaxshi ko'rsang qiyomatda ashi bilan tirilasan, ashi bilan tushadigan joyga tushasan deydi. Kofirni yaxshi ko'rsang, kofir bilan birga tirilib do'zaxga tushasan. Musulmon bilan yaxshi ko'rsang, musulmonlar bilan birga tirilib jannatga tushasan. Mana bu Mirziyoyev o'sha Yahud Xitoy bilan birga tiriladi. Uni yaxshi ko'rganlar ham o'sha Mirziyoyev bilan tiriladi. Ya'ni Xitoy va mana bu Yahud bilan birga tiriladi. Shuning uchun sizlar nimaga Mirziyoyevga biror narsa deya olmasalar ham, hech bo'lmasa qalbinglarda undan nafrat bo'lsa, u bilan tirilmaysizlar. Agar qalbinglarda unga muhabbat bo'ladigan bo'lsa, albatta birga tirilasizlar. O'sha Yahud, Xitoy, nasroniylar bilan birga qo'shilib do'zaxda eng chuqur joyga ketasizlar. Ayniqsa mana bu Yahud bilan Xitoy do'zaxda eng tubiga ketadi. Ular musulmonlarga eng ko'p zulm qilayotgan, musulmonlarni butunlay yo'q qilmoqchi bo'lib turgan mana bu kofirlar bo'ladi. Shuning uchun musulmonlarning iymonini so'rg'ilay deb mana turmaga qamab qo'yib, o'shada cho'chqa go'shtini yegizdiryapti. Yosh go'daylarni alohida deddom qilib o'shada ular dinda hali tushunmagan, ularni xitoylikcha gapirib, faqat xitoycha gapiradigan qilib, xitoycha tarbiya berib, xitoycha ashu cho'chqa go'shtini yegizib, ularni butunlay iymonini so'rib oldi. Shu odamni sizlar yaxshi ko'rgansanglar, albatta do'zaxga ketasizlar. Ko'zinglarni ochinglar. Tezroq shu tavba qilib Mirziyoyevdan nafratlanadigan bo'lsanglar, Xudo xohlasa jannat sizlarga bo'ladi. Agar uni yaxshi ko'rsanglar, o'sha borgan joyga borasizlar. U Yahud va Xitoyda yaxshi do'sti, o'sha do'stlar bilan do'zaxga boradi. Sizlar ham o'shadan tushib qolishdan saqlaninglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.